O'zbek folklorshunosligi rivojida muhim o'rin tutgan, xalq og'zaki ijodi hamda epik merosni chuqur tadqiq etgan olimlardan biri akademik To'ra Mirzayevdir. Uning ilmiy faoliyati davomida yaratilgan asarlar o'zbek epik merosini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Olim tavalludining 90 yilligi munosabati bilan Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'at institutida epik ijro san'ati va To'ra Mirzayev ilmiy meros mavzusida ilmiy amaliy seminar tashkil etildi. To'ra Mirzayev o'zbek xalq og'zaki ijodini, ayniqsa dostonchilik an'analari va epik ijro san'atini chuqur tadqiq etib, folklor merosimizni asrab-avaylash va uni kelajak avlodga yetkazishda ulkan hissa qo'shgan. Bugungi seminar davomida ham ijodkorning boy ilmiy merosi va o'zbek folklorshunosligidagi tutgan o'rni alohida e'tirof etilmoqda. Folklorchi bo'lish uchun faqatgina nazariy adabiyotlarni o'qib, olim bo'lib bo'lmaydi. Amaliyotni bilgan bo'lish kerak. To'plovchi o'sha jonli ijro jarayonini kuzatmasdan turib folklorchi bo'lib bo'lmaydi, faqat nazariy adabiyotlarni o'qib kabinetda o'tirib. Chunki harakatda birinchi jihati o'sha to'plovchiligi, jonli ijro jarayonlarini kuzatganligi, o'zi yozib olganligi To'rakaga juda katta haligi ilmiy nazariy bilimlarni quvvatlashga haligi manba bo'lib xizmat qilgan. Mana shu jihati To'raka, to'plovchilik jihati va keyinchalik o'sha ilmiy faoliyati bilan qo'shilgan holda juda katta tadqiqotlarning eshigini ochib bergan. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar To'ra Mirzayevning qariyb 65 yillik ilmiy pedagogik faoliyati davomida o'zbek folklorshunosligida mustahkam ilmiy maktab, ko'plab ilmiy asarlar yaratganini alohida ta'kidlashdi. O'zbek xalq og'zaki ijodi bu xalq demakdir. Ya'ni mana shu o'zbek millatining bor buyuk san'atini, umuman ijodini o'zida aks ettiradigan soha bu xalq og'zaki ijodi. Ana shu xalq og'zaki ijodining ikki darajasi mavjud. Bu birinchisi Hodi Zaripov bo'lsa, ya'ni o'zbek folklorshunosligiga asos solgan bo'lsa, uni butun zahmati, butun xizmatlarini yelkasiga olgan ikkinchi olim bu To'ra Mirzayev sanaladi. Mana odatda fan sohasida akademiklik juda kam holatda uchraydi. O'zbek xalq og'zaki ijodida yagona mana shu sohaning akademigi bu To'ra Mirzayev bo'ladi. To'ra Mirzayevga bekorga akademik unvoni berilgan emas, chunki haqiqatan shu epik ijroni, umuman baxshichilikni, umuman o'zbek xalq og'zaki ijodini cho'ng biladigan, chuqur biladigan olim bu To'ra Mirzayev edi. Aynan bu institutda baxshichilik va dostonchilik ta'lim yo'nalishining mavjudligi, bu ta'lim yo'nalishida o'sha shogirdlar akademik To'ra Mirzayev yaratib bergan ilmiy maktab sir-u asrorlarini o'rganayotganliklari jihatidan ham mana shu institutda tashkil etilganligini alohida e'tirof etish lozim bo'ladi. Hozir ilmiy seminarda folklorshunos olimlarimiz, bevosita ustozimiz To'ra Mirzayevning shogirdlari ham, ularning farzandlari ham ishtirok etayotganligi bu quvonarli holat. Bu jarayonda mana shu yosh avlod bilan ilmiy maktab yaratgan zabardast olimning butun umri davomida qilgan, umuman folklorshunoslik ilmini, maktabini yaratishga qo'shgan hissalari yoshlar o'rtasida tahlil qilinishi, ular mana shu ustoz shogirdlik an'analarini davomiyligini o'z ko'zlari bilan ko'rinishi hamda folklorshunos olimlarning mana shu zabardast olim haqidagi, akademik haqidagi fikrlarini eshitib, men o'ylaymanki, kelajakda ularning ortidan ergashadi. Olim rahbarligida tayyorlangan o'zbek xalq ijodi yodgorliklari turkumi, Alpomish dostonining o'zbek variantlari, o'zbek xalq baxshilarining epik repertuari hamda Hodi Zaripov suhbatlari kabi asarlar milliy folklor merosini o'rganishda muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qilmoqda. Xalq dostonlari, ularning kuylovchilar baxshilarning ijrochiligini chuqur o'rgangan, nafaqat O'zbekistonda, balki butun jahon folklorshunosligida mana shu ijrochilikning o'ziga xosligini ko'rsatib bergan olim sanaladi. Chunki epik ijrochilik bu hamma millatda ham, millatlarning barchasida mavjud, lekin saqlanib qolmagan. Bizda O'zbekistonning baxti ham, uning omadli tomoni ham shundaki, bizda hozirgacha dostonchilik davom etyapti. Baxshichilik san'ati hozirgacha mavjud va epik ijrochilik jonli ijroda davom etayotganligi. Olim ko'plab yoshlarga saboq berib, uning rahbarligida 50 ga yaqin fan doktorlari va fan nomzodlari yetishib chiqqan. Shuningdek, o'zbek xalq og'zaki ijodiyotini tizimli tadqiq etib, milliy folklorshunoslikni jahon miqyosida tanitishga munosib hissa qo'shgani ta'kidlandi. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabiyov bugun dastur uchun.